Shuning uchun ham o'zimizni qo'shiqlarda aytib kelyapmiz. Men ham bu ukamga bu Nizomjonga shu omad tilayman. Xudo xolasa buni ham o'zini repertuari, o'zini qo'shiqlari bo'ladi. Bu ham el haqida shu foydasiga qo'shiqlar aytadigan hofiz bo'ladi degan umiddaman. Marhamat, o'zingizni qo'shiqlaringizni ham eshitib o'ramiz. Ustozim hozir aytishdi, shoirlarni har doim ismlarini aytib qo'yish kerak deyishdi. O'shanga aytib qo'ymoqchiman. Qarsakni menga emas, dadamga sholing degan qo'shig'imda ijro qilib beraman. Bu qo'shiqni yozgan shoir juda ham iste'dodli shoir Ozodbek Qosimov. Buni bastalagan inson Zokir akam, mana shu yerdalar. Hammamiz birgalikda bastalaganmiz. O'sha qo'shiqni aytib beraman. Qarsakni menga emas, dadamga chaling. Marhamat, eshitamiz. Toylarni mindirib qo'ygan, kam qilmay do'stlardan kiydirib qo'ygan, har nega ko'nglimni to'ydirib qo'ygan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Yursin deb toylarni mindirib qo'ygan, kam qilmay do'stlardan kiydirib qo'ygan, har nega ko'nglimni to'ydirib qo'ygan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Yoshligidan ko'tarib yugurib yelgan, o'g'lim deb erkalab kuldirib kulgan, o'g'lim deb ko'ksiga baralla urgan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Yoshligidan ko'tarib yugurib yurgan, o'g'lim deb erkalab kuldirib kulgan, o'g'lim deb ko'ksiga baralla urgan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Qarsagini menga emas dadamga chaling. Qarsagini menga emas dadamga chaling. O'g'lim deb ko'ksiga baralla urgan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Do'stlarim ayyor bo'lgan hushyor, oyoqdan chalganlar bo'lganda bisyor, yiqilsam qo'limdan tutishga tayyor, qarsagini menga emas dadamga chaling. Do'stlarim ayyor bo'lgan hushyor, oyoqdan chalganlar bo'lganda bisyor, yiqilsam qo'limdan tutishga tayyor, qarsagini menga emas dadamga chaling. Yolvorib Xudodan baxtim tilagan, bosh egib qiblaga taxtim tilagan, yutug'im ko'rsagar firam yayragan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Yolvorib Xudodan baxtim tilagan, bosh egib qiblaga taxtim tilagan, yutug'im ko'rsagar firam yayragan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Qarsagini menga emas dadamga chaling. Qarsagini menga emas dadamga chaling. O'g'lim deb ko'ksiga baralla urgan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Qarsagini menga emas dadamga chaling. Qarsagini menga emas dadamga chaling. O'g'lim deb ko'ksiga baralla urgan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Qarsagini menga emas dadamga chaling. Yashang. Bor bo'ling. Qo'shiqni tayyorlaganlarga ham qarsak. Salomat bo'ling.
aranjirovщикka ham qarsakni o'zingizga. ustozga ham chaling deb qo'ymoqchi edim. Ana ha, rahmat. Balki siz oldingizda hayajon bosyapti-da. Ha, yo, hammasi yaxshi. Ha. Endi bu san'atkorchilik o'zi qiyin-da. Ha. San'atni bu shu necha chig'iriqlardan o'tadi inson. Ha. Ammo san'atkorga oshno bo'lgan odam hech qachon yutqazmaydi. Shu ko'p ulug' odamlar san'atkorlar bilan, shoirlar bilan oshno bo'lib, mana shu ulug' martabalarga erishganini tarixdan ma'lum. Shuning uchun ham san'atkorlik faqat san'atkorning yo'li tordir, goh aziz gohida xordir. Xor qilganga xudo bordir, san'atkorga oson tutmang. Uni ko'nglida kek turmas, eli dard cheksa tek turmas. Uning dardi faqat pul emas, san'atkorga oson tutmang. Kimi ko'ngli esa oppoq, san'atkorga bo'lur o'rtoq.